Assalomu alaykum sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun 30-40 yoshdan keyin yuz terimizni qanday parvarish qilamiz? Bunday paytda maskalardan qaysi paytda foydalanishimiz kerak? Ko'proq foydalanishimiz kerakmi yoki kamroqmi? Terimizni baryerini qanday qilib asrashimiz lozim bo'ladi? Mana shular haqida bugun gaplashamiz va sizga eng zo'r bo'lgan maska retseptini ham beraman. Biz ayollar 30 yoshdan keyin, ayniqsa 40 yoshdan keyin terimiz bo'shashgan, osilganini his qilamiz. 30-40 yoshdan keyin biz yuz terimizni parvarishiga juda ham jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Nima uchun? Chunki 30-40 yoshdan keyin, ayniqsa 40 yoshdan keyin terimizda osilishlar, terimizni sifati yaxshilanmasdan aksincha teri osilishlari bizda ko'zga yaqqol ko'rinadi va terimiz yupqalashayotganini biz kundan kunga his qilamiz. Bizni yoshimiz o'tgani sari bizni terimiz yupqalashishi kundan kunga ko'payadi. Nimani hisobiga? Chunki bizni terimizdagi kollagenlar kamayishi hisobiga. Shuning uchun biz maskalardan ko'p foydalanishimiz mumkin emas bunday paytda. Chunki maskalarning vazifasi aslida terimizdagi o'lgan hujayralarni olib, terini silliqlash degani bo'ladi. Yengil piling vazifasini bajaradi. Mana shunday yengil piling vazifasini bajaradigan maskalardan biz tinmasdan foydalanganimizda terimiz yupqalashish paydo bo'ladi. Shu yupqalashishga bormasdan biz terimizni aksincha terimizni baryerini, ya'ni terimizni birinchi qavatini mustahkamlab, uni imkoni boricha qalinroq qilib olishimiz zarur bo'ladi. Shunda bizda teri osilishlari anchagina kamayadi va teri osilish muammolari paydo bo'lmaydi. Bunday paytda biz uyda nima qilishimiz mumkin? Uyda o'zimizni qo'limizdan keladigan narsa, men ko'p narsalarni tarkiblarini o'rganib chiqdim va terimizni qalinlashtirib bizga foyda beradigan bu guruchligini va guruch tarkibidagi moddalar terimizni kollagenni yaxshi saqlash va terimizni qalinlashtirish va kompleks vitaminlari esa terimizni taranglashtirish xususiyatiga ega. Guruchli maskalar foydali ekan deb baribir u ham maska turiga kiradi. Через день, ya'ni kunora hadeb foydalanishimiz mumkin emas. Haftada bir marta biz guruchli maskalardan foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Boshqa har qanday maskalardan haftada bir marta foydalanishimiz bu terimizga hech qanaqa zarar keltirmaydi. Shuning uchun hozir guruchli maska tayyorlab yuzimizga surtib olamiz. Biz maskalardan tashqari uyda parvarishni ham juda ham zo'r qilishimiz kerak. Uyda qilinayotgan parvarish kremlarimiz tarkibida terimizni himoya qatlarini mustahkamlovchi moddalar bo'lishi kerak krem tarkibida. Aks holda teringiz yana zararlanishda davom etadi. Xuddi shunaqa biz krem ishlab chiqdik. Shabnam kremi ayniqsa 30-40 yoshdan keyin juda ham mos keladi. Terimizni sifatini, himoya qatlarini mustahkamlab beradi. Tarkibidagi moddalar va teringiz hozirda zararlangan bo'lsa ham, sizda kupirozlar bo'lsa, teringiz ta'sirchan bo'lsa, tez qizarib ketayotgan bo'lsa va osilishlar bo'lsa ham mana shu kremdan foydalanib teringizning birinchi qatlamini, ya'ni himoya qatlamini to'g'rilab, boshqatdan tiklab olasiz. Xuddi shunday tarkibli kremlardan foydalanganingizda teringizda osilish muammolari va teringizda baryer buzilish muammolari qayta paydo bo'lmaydi. Maskamizga oddiy guruch kerak bo'ladi. Mana guruchni qaynatganman. Guruch yaxshi ezilib pishguncha qaynatiladi. Agar sizning yuz teringiz juda ham quruq bo'lsa, bu qaynatilgan guruchni maydalayotganda sut qo'shsangiz bo'ladi. Ozgina yoki bir choy qoshiq zaytun yog' qo'shsangiz bo'ladi. Hozir meni yuz terim normal bo'lgani uchun guruchni faqat o'zidan foydalanaman. Terimizni birinchi qavatini mustahkamlab olamiz. Maskamiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa quyuqroq bo'ladi. Endi yuvib tozalangan yuzimizga 15 daqiqaga surtamiz. 15 daqiqa surtganimizda yuzimiz tortilib ketaveradi. Buni qurib qolmasligiga ahamiyat beramiz va qayta surtib turamiz. Qurib qolmasdan yuzimizni yuvib olamiz. Yuzimga 15 minut bo'ldi. Yuzim tortilib ketyapti. Juda ham zo'r, natijani ko'ramiz. Zo'r. Ham tiniqlashdi, ham lifting effekt berdi, ham oqardi. Hammasi bittada. Juda ham zo'r.
Qizlar, maskadan keyin rezultat juda ham zo'r. Endi yuzimizni himoya qatlamini yana ham mustahkamlash uchun shabnam kremidan foydalanamiz. Shabnam kremi teri himoyasini juda ham zo'r mustahkamlaydi. Mana natija. Shunday qilib terimizni osilishdan himoya qilsak bo'ladi.